iyun oyi va iyul oyi litsenziyalangan firmadan umra safariga borish narxlari necha puldan bo'lyapti? Bugungi suhbatimiz inshaalloh shu to'g'risida bo'ladi. Avvalambor assalomu alaykum. Bizlarni ijtimoiy tarmoqda kuzatib turgan hoji otalar, hoji onalar salomatmisizlar? Alloh taolo umrlaringizni uzun qilsin. Inshaalloh 2025-yil haj mavsumidan keyingi umra safariga borish narxlari necha puldan bo'lyapti va sharoitlari qanaqa? Gastisalar yaqin bo'ladimi, uzoq bo'ladimi va reyslar qayerlardan uchiladi? Inshaalloh shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tib ketamiz. Video boshlashdan oldin bir dona like bosib qo'yinglar. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, albatta podpiska tugmasini bosib qo'yishni esdan chiqarmanglar. Chunki bugungi qo'ygan videomiz sizlar uchun manfaatli bo'ladi va bugundan keyin qo'yilgan videolarimiz sizlar uchun manfaatli bo'ladi. Chunki har oygi umra ziyorat narxlarini kanalimizga joylab turamiz. Bo'lsam bir boshdan boshlasak, umra safariga borish narxlari o'zi necha puldan? Narxlarimiz e'lon qilindi, ya'ni $1175 dan litsenziyalangan firmada 14 kunlik umra safariga borish imkoniyati sizlarda bor. Ya'ni 3 kun Madina-i Munavvarada bo'lasizlar, 11 kun Makka-i Mukarramada bo'lasizlar, do'stlar. 50 boshlar sizlar bilan birga ketib, birga qaytib keladi. Reyslarimiz Toshkent shahridan, undan tashqari Farg'ona viloyatidan reyslarimiz uchib turadi. Ya'ni vodiyli do'stlarimiz uchun Farg'onadan Toshkent, ya'ni Qashqadaryo, Surxondaryo, Samarqand, Termiz, shu atrofli do'stlarimiz uchun ham Toshkentdan reys qo'yib berilgan. Undan tashqari qo'shni Tojikiston, qo'shni Qirg'iziston, Qozog'iston, Rossiya Federatsiyasida ishlab, Rossiya Federatsiyasi fuqarosini olishgan do'stlarimiz uchun Toshkentdan reyslar qo'yib berilgan. Bemalol ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqinglar. Ijtimoiy tarmoqlar ham bor, Telegram, WhatsApp orqali ham aloqaga chiqish imkoniyatiga egasizlar, do'stlar. O'sha aytib o'tganimizdek, haramga yaqin gastitsa, 3 mahal milliy taomlar, 14 kunlik umra safari, 3 kun Madina-i Munavvarada bo'lasizlar, 11 kun Makka-i Mukarramada bo'lasizlar. O'zlariga istalgan savollarni kommentariyga yozib ketinglar, javob qaytaramiz yoki ekranda ko'rinib turgan nomerlarga aloqaga chiqib, savollaringizga javob olishinglar mumkin. Bir dona Zagram pasport evaziga joylaring bron qildirsangiz bo'ladi. Ya'ni Telegram, WhatsApp orqali tashlab bersangiz, biz joylaring bron qilib qo'yamiz. Ya'ni iyun oyi, iyul oyi, undan tashqari avgust oyi ham umra safariga borish narxlari chiqib bo'lgan. Ya'ni sanalari va reyslar narxi chiqqan, do'stlar. Bemalol aloqaga chiqinglar, savollaringizga javob olishinglar mumkin. Videoga like bosmagan bo'lsangiz, yana bir bor like bosib esdan chiqarmanglar, do'stlar. Chunki inshaalloh bunaqangi shu videomiz keng tarqalsa, shu yurtdoshlarimizga manfaat bo'ladi. Ya'ni do'stlar, podpiska bosmagan bo'lsangiz, albatta podpiska tugmasini bosib qo'ying. Bundan keyingi videolarimiz ham inshaalloh umra to'g'risida bo'ladi. Sizlar uchun manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. O'zlaringizni ehtiyot qilinglar. Bundan keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.